Assalomu alaykum. Bugun 16-may. Ertalab o'tdim bozor. Zamine 15.000 so'm, 12.5 so'm beryapti. Ya'ni 60.000 deb adashib aytib qo'yibdi buni. Atırgülüsü. Şeflerler tükettiler. 50 milyon ki bular. Gitarist. Gitarlar 200 mi 250 ki veremiz. Moğa ustacı. Bu yana şaka 200 milyon. Sağ olun. Gerçi ya. Alexander isçi. Şuraki 12 milyon veriyor. Görün ya galop geldi. Alexander. 35 tane. Alexander'a 2 milyon. 15 kilo verirse gene. Bir-birine bu halaşı olsa. Ay nima kiloydan? Kiloyda o'tib beraman ki. Bundan ko'rinishda. Ve mononi isçi. Ularga 300 milyon. Sindamsiz. Oxirini aytavering mi? 250 ga bera olamiz. Endi hozir o'zi keyin narx ko'tarilib ketadi. Tamam. Hozir pulni. Qoralari 15.000 so'mdan. Bitta şeflerası. 8.000. 8.000 mi askaraga? 10.000 aga. Ona şeflerası kaymağı rengi. 15.000'dan. Jasminchi askaraga? Askaraga Jasminchi? Jasmin 30.000 aga. Bizda Diamond 70.000 so'm. Tagiga 3 ta 4 tali. Bugun aşı odam bozorda kamligi uchun video qilgan, ilojimiz bo'lganligi uchun video qilib beryapman. Defenbach buni skidga 45.000 bu. Yo'heralar ham 45.000. Strelitsa 60.000 so'm. Assalomu alaykum. Tizim sota. Ajraydimi u? Ha, 3 tali taga opa. Ana o 30.000 so'm. Zamiya. 60 ming dedingiz. Ha, 60.000. Bitta mandarin 90.000 so'm beryapmiz. Aslida. Nima qanchadan ekan? Opa 70.000 so'm. Bitta kaktus 30.000 so'm kichigi. Manolari 50.000. 7 taligi.
Bemalol lakda ochib qo'ying, yana tagidan 3-4 ta chiqarib. Zamiya 30 ming. Singonimni manaqasi 90 ming so'mda. Sinapsusda marble nimadir deydigan 60 ming. Dekabris bitta 45 ming. Aslida ochilgan holat. Anavi 70 ming qaymarang. Aglanayman. Leolar ham 70 ming. Mashq qoldi 65 ming skitkada. Katta gigantlar 90 ming so'm. Mana ko'k salafanligini ham 90 ming so'm beryapmiz. Kalateyani 75 ming beryapmiz bularni. Uzoqdagi rasm YouTube'ga chiqasiz ekan aka. Akram akam qo'yibdi aka. Sizdan olib Ha, bugun chiqadi aka abetga. Kamelalar 250 ming so'm beryapmiz. Anturimlar 50 ming so'm. Faqat optim narxi. Hozir skidkaga tushgani ham. 90 ming mana shu gigantlar. 4 ta rang, 5 ta rang guli bor ekan. Monolar 135 ming so'm. Kichkina razmerdagi kameli. Onamiz 75 ming so'm. Hamidoriyani eng chiroyli varianti. Bu tugasa keyingi bozordan 65 mingligi chiqadi, kichikroq. Bitta kofe, kelyapti. 90 ming beryapmiz. 90 minglik, 280 ming so'mlik kofe. Bunda 3 ta qoldi. Mana archa 150 ming so'm. Mana gulchilamada fikr almashyapti. Bu askar akalar songa ishlaydi, sifatga ishlamaydi. Bo'p bo'lsa bo'ldi. Shunday olib chiqadi. 100 ming sotayotgan joyida 80 ming, 70 mingdan bitta qo'yib oladi, bozorga oladi. Xuddi biz anaqamizdan. Avaz aka kofe bor-a? Mana shu Jahon bozorida. Mana Avtel bitayda. Avtel do'koni. Yema sindapsiz. 75 ming beryapmiz buni. Qolmadimi? Hozir ham gullar. Mana shu nechi pul Abdulla aka? Zamiz ayam tegib ketdi. Abdulla aka 55 ming. Manonsiz-chi? 55 mingdan ekan. Bu nima edi nomi? Nomi nima edi? Nomi bilmayman. Bilmaysizmi? Hatırlamam ama. Baba krasolo baraso. Krasolo olmuş kerak. Ha, krasolo. Zalatoy ribkachi. 60 ming. Zamizami? 55. 55 ming. Ona katta defin bahyachi Muhammad Zarif aka. Ona katta. 110 ming so'm, 120 ming so'm. Guzmani 50 bo'lsa kerak. 50 mingdan xabar olaman. Azariyalar 60 ming, 75 ming. Endi ochilyapsiz aka, endi. Qashon. Bu sahşer işleri.
Mayalar ishlamaydi. Hozir chiqaverma kezamiz. Salomni chiqaryapmiz ya. Mana kelganlar kofe ichib ketadi klientlar. Bering, xolayam. Kofelaringiz nechi pul ekan? Nechi pul edi? 5000 dan Abdulaziz 5000 dan 8000 gachami kofe? Ha? 5000 dan 8000 gachami kofe ammo. Hali suv pullarlar ham bor ekan. Ha, bizni chiqarib yubormayapman. Ya sizni chiqarmayman. Yozib yuboraman. Yi, Gullaringiz tugar. chorab izlaymisiz? Yo'q, bor mana turibdi. Yaxshi. 50 mingga beramiz ashlar. Hamelaringiz nechi pul? Azali o Muhammad Zafar aka, Muhammad Zafar akaniki u, bizniki emas. Jon aka nechi pul atib gulish? Olib ber, Abdulaziz akaga. 15 ming. 15 ming. 13 ming. Mana 13 mingdan. 15 ming. Atla. 12 ming. Qizil 15 ming. Bu pardon. Allo.